Assalomu alaykum hurmatli stomatologlar. Bu videomizni именно YouTube uchun olinyapti. Bu videoda umumiy do'konimizdan obzorni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni do'konimizda nima narsalar bor, nimalar sotib olsangiz bo'ladi, do'kon kelganda nimani ko'rsangiz bo'ladi. Ana o'shani video davomida ko'rsangiz bo'ladi. Demak, do'konga kirganingizda birinchi o'rinda mana chap qo'lda Baxil apparatimiz. XT46C modeldagi Baxil apparatimiz. Bu elektronlisi. Отдельно alohida Baxil rulonlari ham bo'ladi. Bu yerda polni 5 xil kreslo joylashgan bo'ladi. Endi hozirgi kunda 5 xil kreslo joylashgan bo'ladi. 2 xil firma bilan hamkorlikda ishlaymiz. Rosul hamda Joincha firmasi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Bular haqida hozirgi videoda ko'rsatadigan apparaturamiz haqida batafsil har bittasi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Hozircha qisqacha ma'lumot beramiz. Kreslolarimizning narxi hozirgi kunda $2350 dan $3450 mavjud. Bundan tashqari orqalarida ko'rsangiz bo'ladi, har xil kvartsiy shkaflar, Magnum firmasiniki, Ultralight, Ferroplast rossiyaskiy firmalarniki. Bundan tashqari men orqadagi kartinkalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, orqadagi kartinkalar xohlagan razmeringlarda, xohlagan rasmiylarda, sizlar xohlagan logolarda tushirib berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu tarafda oddiy budjetniroq Baxila konteyner kerak deydigan bo'lsangiz, bu tarafda xuddi shu narsalar mavjud. Demak, keladigan bo'lsak, bu yerda zoom apparatlari, o'zi zoom apparatlarimizning xili ko'proq edi. Bu hozir 2 xil bo'lib turibdi. Xudo xolasa yana ham xili ko'paytirish niyatimiz mavjud. Endi mana kresloni oldida ko'rsangiz bo'ladi, meditsinskiy stoliklar. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan metallический, muhimi metallический. Har bittasining ichida mana bunaqa yacheykalari ham bor. Bu kichkinasi, buni xuddi shuni kattasi ham mavjud. Mana bu mana bunisi kattasi. Eng muhimi mana bu rang oranjiy bo'ladigan, xohlagan rangingizda buyurtma asosida bemalol qilib bera olamiz. Demak, bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu kreslolar. Bu yerdagi joinchap kreslamizni buni yig'ishimiz kerak. Mana shu kreslamiz hozirgi vaqtda bizda eng qimmat kreslo bo'lib turibdi. Hozir mana bunisini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana patnisini olib bering. Patnisini rangi ko'pchiligi qiziq bo'lishi mumkin. Bu narsani aytmoqchi bo'lgan narsa, ko'janing rangi qanaqa bo'ladigan bo'lsa, patnisini ham rangi xuddi shunaqa bir-biriga uyg'unlashgan bo'ladi. Anchagina ochiladi. Bu yangi modelimiz emas, lekin do'konimizda qolmagani uchun yangisini olib chiqdik, yangi rangini olib chiqdik. Buni endi yig'ishimiz kerak. Bundan tashqari mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, Coxo firmasini mikroskopi eng oxirgi modelligisi hozirgi vaqtda bugungi kunda $9000 Toshkent bo'ylab dastavka ustanovkasi qilib beramiz. Bular o'zi 10500 atrof sotiladi. Mana bu yerda bundan tashqari buni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Panda P3 modeldagi skaner hozirgi vaqtda $3500 narxi bo'lyapti. Bundan ham hozircha mavjud. Bu yerda har xil kvartsiy lampalar, keyin bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, Coxo firmasining fizio dispenseri eng budjetli va eng hadavoy bo'lib turgan fiz dispenserlardan bittasi. Demak, mana bu yerdagi joy ko'radigan bo'lsanglar, avtoklav, sterilizatsiya uchun bari avtoklav kerak. Mana shular hozirgi vaqtda mavjud. Bu Akinklav firmasiniki 23 litrligi, xuddi shuni 18 litrligi bor va bu yerda Mison firmalari 23, 18 litr. Nisbatan budjetliroq versiyada. Hozirgi kunda bitta Akinklav aytadigan bo'lsam, 23 litrligi $1450 bo'lyapti. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish, dastavka ustanovka o'zi umuman hamma apparaturlarga mavjud va bepul tarzda bo'ladi. Endi bular nisbatan budjetliroq. Hozir aniq narxini eslolmayman, $1300 atrofida 23 litrligi sotilyotdi taxminan. Bu yerda Ferroplast firmasining kvartsiy shkaflari, bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Har xil endomotorli, apex lokatorlar va o'zinglarni sohilda rivojlantirish uchun mo'ljallangan har xil lampalarni ko'rsangiz bo'ladi. Например, mana shuni oladigan bo'lsak, foto lampa, mana bu yoqqa telefon qo'yiladi. Ikkimaydan chiroqlari yoqiladi. Hozir mana har xil funksiyada yonadi o'zi. O'zinglarni ishinglarni posli qilib olishinglarga вообще zo'r narsa. Haqiqatda zo'r narsa. Mana shu narxi $100. Bunga ham alohida hali yonlashamiz, xudo xolasa. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, har xil svetov lampalar, yana assortimentga yana ham kengaytirish maqsadi, xudo xolasa yaqin orada yana ham bundan assortimentimiz ko'payadi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, har xil airflowlar,
Airflowlar, peskastroykalar. Mana bunga misol uchun keladigan bo'lsak, NSK firmasini bilsanglar kerak, xuddi o'shani analog versiyasi. NSK niki taxminan $600 atrofida yuradi. Bu bo'lsa mana $120 ekan, $120. Menimcha zo'r narx. Faqatgina asosiy farqi firmasida farq qiladi bu yerda. Da ozgincha detallarni farq qilishi mumkin, lekin asosiysi firmasida farq qiladi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, qaranglar. Birinchi etajda упаковочный mashinkalar har xillari bor, mana 3 xili bor hozirgi kunda. Bular sizlarning instrumentinglarni sterilizatsiya qilishdan oldin avtoklavga solishga kerak bo'ladigan upakovka mashinkasi. Bu yerda sentrifugalar, qon bilan ishlangan, implant bilan ishlangan bo'lsalar, 3 xil sentrifugamiz bor. Bundan-da kattalari bor. Eng kerakli stomatologiyada eng kerakli bo'ladiganlari mana shulari va mana shulari javob beradiganlari, shulari hozirgi vaqtda do'konimizda mavjud. Bundan tashqari Apex lokatorlar bor, Woodpecker firmasiniki, Coxo firmasiniki, Refin firmasiniki, budjetnisidan tortib eng yaxshilarigacha xudo xolasi bor. Bundan tashqari mana bu yerda distilyatorlar. Demak, keyingisi mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, hozir mana bu kitoblarga alohida qaytamiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, har xil plombalar, donali deysizlarmi, nabor deysizlarmi, har xil plombalar, bondlar, mana bu yerda nakonechniklar. Bu o'z burchagimizni umumiy расходный materiallarga, xomashyo materiallari ajratilgan burchagimiz. Assortimentimiz Toshkentga olib qaraganda anchagina keng va buni yana ham kengaytirishga harakat qilamiz. Hozirgi vaqtda men nazarimda anchagina keng. Ko'p joyga solishtirsangiz bemalol bo'ladi. Narx-navo jihatdan ham, o'zi umuman assortiment jihatdan ham. Endi mana bu burchakga keladigan bo'lsak, bu yerda asosiysi mana bunaqa fantomli modellar bor. Fantomli modellarni o'zingizlar ustingizda ko'proq ishlaydigan bo'lsanglar, mana shularni sotib olib turib, charxlab turib va yana plomba qilsanglar bo'ladi. Bu yerda instrumentlar, bu yerda shu xomashyo materiallari, bu yerda ham. Endi mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana bu yerdagi har xil rangga, mana 1 2 3 4 5 xil rangini hozirgi vaqtda bor ekan. Refin firmasiniki, Vatech firmasiniki, koreyskiy eng topovida turadigan Hyperlight 80s firmasiniki, bundan tashqari Woodpecker firmasiniki va eng budjetli va eng hadovoy bo'lib turgan Diox rangini ham sotuvimizda mavjud. Hozirgi kunda $550 bo'lib turibdi. Bundan tashqari viziograflar ham ko'pchilik kerak bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Mana bu yerda viziograflarimiz bor. Demak, mana bu yerda ko'rib tursangiz bo'ladi, har xil viziograflar sotuvimizda mavjud. Mana misol uchun bittasi Vatech Classic. Vatech o'zi eng sifatli firmalardan bittasi. Shu kungacha men bilaman, deyarli umuman narxini tushirmagan. Bu 8 yildan beri men shu sohada bo'lsam, 8 yildan beri deyarli narxini tushirmagan. Tushirganimiz $50, $100. Lekin inflyatsiyani hisobiga bu narx tushish deyilmaydi. Mana bunaqasi bor Vatechga. Bu anchagina O'zbekistonda ommalashgan va birinchi viziograf va birinchi Vatech modellari kirib kelgan modellardan bittasi. Demak, bu yerda ko'rsanglar, ATIS firmasi Nanopix 1, Nanopix 1.3, keyin image sensor viziograflar, bundan tashqari Handy viziograflar, eng budjetli hadovoy viziograflardan bittasi bo'lib turgan Handy viziograflari va buni xuddi shuni planshetli versiyasi ham bor. Faqat hozirgi vaqtda Handy bor. Planshetda ham bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Endi savol bo'lishi mumkin, planshetini o'zini alohida sotib olsam bo'ladimi deyishingiz mumkin. Alohida bemalol bo'ladi, отдельно sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Yaxshi sifatli planshetni uстановkalari bilan hozirgi vaqtda $180 qilib berayotdik. $180 qilib berayotdik. Endi bu yerda demak, xomashyo materiallari, bu yerda balularimiz biz har doim mehr berib, bir oyda bir marta chiroyli mehr berib qo'yamiz. Endi menga eng yoqadigan jihatni aytaman, qaranglar. Menga eng yoqayotgan hozirgi kunda burchak eng yoqayotgan. Mana shu burchak bo'lib turibdi. Mana shu burchakda stomatologiskiy kitoblarni ko'rsanglar bo'ladi, o'rtoqlar. Endi bu narsani biz
100% ayta olaman. Buni orqasidan foyda ko'rish uchun emas, ilm tarqatish uchun, avvalambor ilm tarqatish uchun va mana shundan ko'pchilik foydalansin degan maqsadda yo'lga qo'yyapmiz va buni assortimentini yana ham kengaytirmoqchimiz. Endi ko'pchilik savol bo'lishi mumkin, nima keragi bor deb. Ko'pchilik stomatologga qiynaladi o'zi. Misol uchun qaysidir kitob kerak bo'lsa, qaysidir joyga yetadi yoki surishtirib topishadi. Biz hammasini mana shu o'zida podbor qilmoqchimiz. Misol uchun rasxod material olmoqchi bo'lsanglar, do'konga kelasizlar, olasizlar, kitobni ham o'zingiz xohlagandan kelib, bemalol tanlab ketsanglar bo'ladi. Do'konimiz haqida umumiy tushuncha, xudo xolasa bera oldim degan umiddaman. Endi qaranglar. Bizda standartiy skitkamiz bor. Hamma narsaga 2% skidka qilib beramiz. Hozirgi etib turgan tovarlarimizga hozirgi kundagi sistemamizda 2% skidka beramiz, apparaturini tortib, rasxod materialgacha. Endi siz yangi klinika ochayotgan bo'lsangiz yoki ko'proq apparat olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, yana ham maksimalni chegirma qilib berishga harakat qilamiz. Endi o'rtoqlar, hamma narsani batafsil tushuntirib berdim degan umiddaman va apparaturalarni alohida yonlashamiz, bitta-bittalab qo'yamiz, xudo xolasa. Sizlarga bitta endi manzilimizni aytsam, shu bilan bu videomiz yakun topadi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar Olmazor tumanining, mana bu yerda Abdullabiyev chorrahasi, Abdullabiyev chorrahasidan Qorasaroy chorrahasiga yurganingizda bu yerda o'sha Qorasaroy chorrahasi. O'shani o'rtasida mana Usmanov Dental Store. Agar Nobodo topolmaydigan bo'lsanglar, Yandex kartaga Usmanov Dental Store yozadigan bo'lsanglar, Yandexga kiritilgan, bemalol o'sha Yandex karta orqali do'konimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. O'sha yerda hamma ma'lumotlar berib qo'yilgan o'rtoqlar. Hurmatli o'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi nima, sizlarga ikkita uchtasi aytaman. Birinchi o'rinda sizlarga foydali layfhaklar xudo xolasa aytib o'tishga harakat qilamiz. Bundan tashqari har bitta apparaturani qanaqa ishlatadi, qanaqa muammoli bo'lishi mumkin, o'sha narsalar haqida yonlashamiz. Va yana ikkita uchta narsalar bor, uni ayta olmaymiz. Bu sir, bizning sir, lekin sizlarga o'sha sirni aytadigan bo'lsam, o'shani ko'radigan bo'lsanglar, voy zo'r bo'pti deysizlar. Lekin obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa afsuslanmaysizlar, yangiliklarni, bombalari mana shu kanalda albatta bo'ladi.